Kapital qanday qilib jamlanadi? Ba'zan hammasi bitta to'g'ri qarordan boshlanadi. Oddiy misol keltiraylik. Ikki kishi bir xil summaga ega. Ikkalasida ham $1100 bor. Birinchi odam yangi iPhone'ni bo'lib to'lashga sotib oladi. Qolgan pulga sayohatga boradi va maza qilib dam oladi. Ikkinchi haftadan keyin pul tugaydi va oylikkacha qanday qilib yashash haqida o'ylar. Ikkinchisi esa ilovani ochadi, pul mablag'larini investitsiya hisob varag'iga o'tkazadi. Shoshilmasdan shunchaki pulni ishga soladi. 6 oydan keyin birinchisi yana biror narsa uchun pul to'playdi. Ikkinchisi esa sarmoyadan ilk to'lovni oladi. Farqi pul miqdorida emas, balki bu pul qanday ishlatilganida. Investor o'z resurslaridan samarali foydalana oladigan va to'g'ri tanlov qila oladigan kishi. Vaytu bilan siz xuddi o'sha $1100 dan boshlashingiz mumkin. To'lovlar yiliga 2 marta amalga oshiriladi. Daromadni chiqarib yuborish yoki qaytadan investitsiya qilishingiz mumkin. Kapital o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. U to'g'ri qarorlar va ishonchli vositalar asosida to'planadi.